Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Keyingi ikinci ish joyimizga keldik. Sacha ukamiz ishlab turgan joy. Manzil Alaqalako'l Ismoilnishonda. Xudo xolasa bir katta banda 9 kat, onda 9 kat. Xudo xolasa 18 katlı joying puli patologini zətamiz. Patologu sal keyinroq, lekin hozir pollarni rasxodlarni aytib o'tamiz. Xudo xolasa. Strapilamıza 14 cm 3,5 cm'lik strapilalar alıngan, aciz narsa emas. Taxtamız, görün bu taxtanın rendelenganini eni 14 cm, kalınlığı 2-3 cm. Arkasından sızıqlı. Bu da yine dım acayip. Rendelengan taxta alıp verilse, rendelengan taxtanın rendelenmeyen taxta bilen farkı. Ustapılısı 5 ming so'm arzon. 1 kvadratını 35 ming so'mdan kakib beramiz. Rendelenmeyen bo'lsa 40 ming so'mdan kakib beramiz. Farkı 5 ming so'm arzon. Hem tezligi zo'r, hem sifati dumdahshat chiqadi. Buni baribir üstünden ham bir qator najdek urib beramiz shu botda. 100% tekis chiqadi degan emas. Rendelengan bo'lgani bilan ko'rib turgan obunachilarimiz bu xonalarimizni Sacha ukamiz bu yerda 4 bola bilan oqshom boshlaydi. Bu 3,5 metrlik bir xonamiz. Keyin bu yerda 4,4 metrlik bir dona xonamiz. Keyin bu yerdagi yine uzun giraverish dolon. Keyingisi yine 4,5 metre 5 metrelik joyimiz. Bir de bir katta zalimiz var. Allah ziyaret etsin. Buna qarang, qo'la qarang. 2 günün içinde, 1,5 günün içinde 4 katı falan serisinden zet bertler lekin maladesiniz. Taxtamıza qarang. Rendelengan taxta bo'lsa, tez o'ynadi ishingiz. Masalan, kuri yani pulini arzon qilamiz deb, yani rendelenmeyen taxta oladilar-ku. Uni emas. Rendelengan taxta, rendelenmeyen taxta bahosi hammasi bir bo'ldi. Hisoblasında fakat 5 ming so'm arzon bo'ladi. Chunki bize işimiz tezroq bitgani uchun. Buna qarang, dumajayib chiqqani. Taxtanın tekisligini ham qarang, sifatini ham qarang, dumzo'r. Taxta 100% sasna. Baribir buni bilgan, ko'rgan odam biladi ina. Shuning uchun dugulli xiladan bu. Dugulli sasnadan bo'lgan. Kim shunday pul xizmatlari kerak bo'lsa, pastda telefon nomerimizni qo'yamiz. Bemalol telefon urib bog'lanaversa, tez va sifatli pulmi, patologmi, barcha xizmatlari o'zlarimizda. Telefonmi, farqi yo'q. Taklap beramiz. Tez ve sifatli vaziyatına qarab, xudo xolasa taklap beramiz. İloji boricha, endi eldimiz o'zi sezon boshlanib ketdi, uch o'rtalik qo'yish